Mana Akalarim ertalab video qo'ygandan keyin srazi motorist bolalar telefon qilishdi. Aka bizda bitta motor ketib qolgan. Shuniki moyni tekshirib bera olasizmi yo'qmi, nimalar ekan deyishdi. Hozir mana apparatlarimni olganman o'rtoqlar. Bu menimcha O'zbekistonda yagona rostdan ham hozir borib bitta tekshirib beramiz. akalarim mana ko'rib turganingizdek series yetib keldi. Mana bu motori remont bo'lyapti va hozir moyini bitta tekshirib ko'ramiz sizlar bilan. Apparatimizni olganmiz va ozgina образец moy oldik. Ha, 100%. Mana akalarim ko'rayotganinglardek hozir 100% chiqdi. O'zi men bitta tabellasini chiqarib qo'yaman. 80 dan keyin quyish mumkin emas. Bularda srok o'tib ketgan, gazni bilsanglar moy qorayib ketmaydi, lekin o'z xususiyatini yo'qotadi. O'shaning uchun moylarga e'tibor bo'ling o'rtoqlar. Mana bunaqa tush qolmasligi uchun hozir biz bularga gilza portion hammasini qilib berganmiz. Xudo xolasa ishlatganlardan keyin yana bitta ko'ramiz. O'shaning uchun akalar moyga glavniysa keyin mana men filtriga e'tiborli bo'lasizlar. Men filtrni ko'rishinglar mumkin mana. Ko'rasizlar? Bu narsani akalar tozalab yuringlar, bo'lmasa sizlarning ham motorlar ketib qolish ehtimoli juda ham katta. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.